Özleştiring. Men Yusupova Saloy 9-sinfda o'qiyman, Huquq va tillar fakultetida. Men Rahimova Dilnura, Huquq va tillar fakultetining 8-sinf o'quvchisiman. Men ismim Oliyev Murodjon, Tillar fakultetining 8-sinf o'quvchisiman. Nechun aynan huquq fakultetini tanlagansiz? Chunki yosh vaqtimdan huquq fanina qiziqaman o'zi. Bizning oilamizda ham huquq fanina doir odamlar bor, shuning uchun o'zim ham shu fakultetni tanlaganman. Chunki u meni yo'nalishimga doir bo'lganligi uchun men u fakultetni tanlayapman. Men o'zi huquq emas, tillarga qiziqaman. Men chunki Toshkentdagi jahon tillariga topshirmoqchiman. Shu vaqtgacha huquq sohasi bo'yicha nolani o'rgandingiz? Avvalgi maktabimda to'g'risi unchalik bilmaganman, lekin bu yerga kelib fanidan o'zim huquq va erkinliklarimizni o'rganganman. Konstitutsiya va insonning huquqlari va ota-onaning huquqlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Shu vaqtgacha konstitutsiya moddalarini, qanday o'zingni huquqlaringni talab qilishni o'rgandik. Kelajakdagi maqsadlaringiz? Katta prokuror bo'lib, jamiyatga foyda keltirish.